Salmon Farisi radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sha'bon oyi oxirlarida bizga xutba qildilar deydilar. Ey insonlar, ulug' muborak oy sizlarga soya solib turibdi. Bu oyda 1000 oydan ko'ra yaxshiroq bir kecha bor. Alloh taolo bu oyning ro'zasini farz qildi, kechasi bedor bo'lishi nafl qildi. Kim unda biror bir yaxshilik ila Allohga yaqinlik hosil qiladigan bo'lsa, xuddi boshqa oyda farzni ado qilganga o'xshaydi. Kim unda bir farzni amalni ado etadigan bo'lsa, boshqa oyda 70 ta farzni ado qilgandek ajr savobga erishadi. Bu oy sabr oyidir. Sabrning savobi, mukofoti jannatdir. Bu oy o'zgalarga mehr, muruvvat ko'rsatish oyidir. Bu oyda mo'min kishining rizqi ziyodalashadi. Kim bir ro'zadorga iftorlik qilib bersa, bu uning gunohlariga mag'firat va jahannamdan ozod bo'lishlikka sabab bo'ladi. Hamda iftorlik qilib berganga ham ro'zadorning ajridan biror narsa kamaytirilmagan holda o'shancha ajr bo'ladi dedilar. Va shunda biz ey Rasululloh, har birimiz ro'zadorni taomlantiradigan narsa topa olmaymiz-ku dedik. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Alloh taolo bu savobni ro'zadorga bir yutum sut yoki bir dona xurmo yo bir qultum suv bilan iftorlik qilib bergan kishiga ham beradi dedilar. Kim endi ro'zadorni to'ydiradigan bo'lsa, bu uning gunohlariga kafforat bo'ladi va Alloh taolo uni meni havzimdan sug'oradiki, undan keyin to jannatga kirguniga qadar chanqamaydi dedilar. Bu oyning avvali rahmat, o'rtasi mag'firat, oxiri jahannamdan ozod bo'lishidir dedilar. Kim Ramazon oyida qo'l ostidagilarga yengillik qilsa, Alloh taolo uni mag'firat qiladi, uni do'zaxdan ozod qiladi dedilar. Imom Bayhaqiy va Ibn Huzayma rivoyat qilgan ushbu hadis sharif.